Assalomu alaykum. Bugun sizlarga zalivnoy pishog'ini pishirishni o'rgataman. Birinchi bo'lib unni elab olamiz. Gramlarini kommentariyada yozib qoldiraman. Keyin shakarni qo'shib olamiz. Keyin massamizga jelatinni qo'shib olamiz. Keyin massamizga razrexlitilni qo'shib olamiz. Aralashtiramiz. Sariyog' yoki margarinni yaxshilab qirib olamiz. Unga botirib qilsa o'zimizga yaxshi bo'ladi, chunki eribga turmaydi, yopishib ketmaydi. Qo'l bilan aralashtirib xamir holatiga keltirib olamiz. Keyin o'rtasini teshib olib, tuxumni sarig'i bilan smetana solib o'zini aralashtiramiz. Lekin xamirimiz bilan aralashib ketish kerak emas. Bo'lmasam hamma narsasi yaxshi aralashmay qoladi. Massamizni aralashtirib bo'lgandan keyin hammasini aralashtirib tashlaymiz, xamir holatiga keltirib. Keyin paketga solib, uni ozginchaga oshirib qo'yamiz. Vaqtdan unumli foydalanib, kremini tayyorlashni boshlaymiz. Idishga tvorog solamiz. Shakar qo'shamiz. Jo'xori kraxmalini qo'shib olamiz. Smetana qo'shamiz. Bitta tuxumni oqini olamiz. 3 ta tuxum chaqib olamiz. Vanilin solib, yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Boya olib qo'ygan xamirimizni listga mana shunaqa shaklda qilib olamiz. Boyagi kremimizni solib, tekislaymiz. Xohishga ko'ra mevalar bilan bezatamiz. Gazda pishirib olamiz. Endi kesib dasturxonga tortsa ham bo'ladi. Endi mazasini ko'ramiz. Qanday mazali!